O'zi hech o'ylab ko'rganmisiz, nega odamlar qimmatbaho xaridlar qilishadi? Mashina oladi yoki uy oladi yoki zo'r to'y qilaman deydi va buni odatda havas bilan bekitishadi. O'zini shunga ishontiradi. Aslida esa bitta narsani bilib olish kerak. Sizni kambag'allikka olib keladigan yagona narsa bu uyat. Uyat o'zi ikki xilga bo'linadi. Yoki o'zini ko'rinishidan yokida kimgadir yaxshi ko'rinish, sharoit, oilaviy sharoitdan uyalish. Bir xil o'zini ko'rinishidan uyalgandan pul ishlatib operatsiya qilishadi, burun o'zgartirishadi, yana nimalarlar qilishadi. Kimdir esa o'z oilaviy sharoitidan uyalib, kichkina mashinasi bor, to'y qilmoqchi, qiz oldiga bormoqchi deb uyaladi, shu mashinasidan gap tegadi, boshqa mashina olay, arendaga olay deydi. Bu ham xarajat. Aslida har bitta katta xarajatimiz oldida uyat. Oxir-oqibat hamma narsa to'mchagimizga uradi va pulimiz ketishni boshlaydi. Sal boshqacharoq joydan qaraydigan bo'lsak, uyatga biz hozirgi sharoitimiz, oilaviy sharoitimiz bormi, ko'rinishimiz bormi, bu Alloh bizga bergan ne'mat. Xuddi shuni bizga loyiq va mos ko'ribdi Alloh subhanahu va taolo va shuning uchun biz shunday yashaymiz. Lekin birovni ko'ziga yaxshi ko'rish uchun to'ylar qilamiz, qarzga olib yoki mashina olamiz kreditga olib. Axir bu men Alloh bergan ne'matdan noroziman degan narsani bildirmaydimi? Sal chuqur o'ylasak-da endi. Borligimizdan uyalmasak agar, bilasizmi qancha pul yig'olamiz. Har doim shuni yaponlar misolida ko'rsataman. Yaponlar pul yo'q bo'lsa, pulim yo'q deydi. To'y qilmoqchiman desa, pulim yo'q to'y qilishga deydi va kichkinagina to'y qiladi. Boylar yaxshi to'y qilishadi. Bu kambag'al aytmaydiki, men anundan ham zo'r qilishim kerak, men limuzin olishim kerak, katta mashina olishim kerak demaydi. O'zini byudjetiga mos sarf-xarajat qiladi. Va uni hech kim urushmaydi. Nima unaqa qilsan? Hatto ular bizdan farqli o'laroq musulmon emas. Agarda biz shu uyatni va asosiysi nimaga uyalamiz? Chunki atrofimizdagilar shunga qarab baholash o'rganib qolgan. Agarda shuni biz sekin-sekin kamaytirish boshlasak, bir-birimizdan uyalmasdan ochiqni aytadigan bo'lsak, lekin kelajakda bu ochiq aytganimiz bizga ko'proq cho'nchagimizga daromad olib kelishga, pul yig'ishni o'rgatsa, qanaqa zo'r hammamiz moliyaviy erkinlikka erishamiz. Aslida insonga ko'p narsa kerak emas yashash uchun va shu narsalar juda ham arzon. Lekin o'sha kimgadir yaxshi ko'rinaylik deb biz ko'proq xarajat qilamiz. Mana bu eng katta muammo va emotsional xaridlar aynan shundan kelib chiqadi. Emotsional xaridlardan qutulish yo'llari bor. Bu sizlarga hammasini beraman. Xudo xolasa juda ham foydali bo'ladi. Emotsional xarid o'zi qanday ishlaydi? Kelar mashinada emas, oddiy iPhone tushuntiramiz. Demak, pulingiz yo'q, 12 oyga kredit oldingiz iPhone'ni. 16 Pro Max oxirgisi 16 Pro havas qildingiz, o'rtog'ingizda bor, siz ham yaxshi ko'rishni oldingiz. Albatta yaxshi ko'rishni deb o'ylamaysiz, afsuski. Sizni miyangiz nimaga bu sen shunga loyiqsan. Sen shunga yarasha daromad ko'ryapsan, oyliging faqat azmi yetmayapti, lekin bundoq bo'lib chiqsa, sen bemalol ola olasan. Boshqalardan sen ustunroqsan deb seni ishontiradi va siz xarid qilasiz. Chunki hech qachon siz men anuga o'xshaydi deb xarid qilmaysiz. Demak, olasiz. Olganingizdan keyin buni mazzasi, ya'ni olib ishlatib u yengi degan mazza uzog'i 1 oyga yetadi. Endi lekin siz hali 11 oy unga to'lashingiz kerak. Millionmi har oy yoki 900 mingmi har oy to'lab borishingiz kerak. Bu yerda nima qopqon bor? Telefonni bu sizga mazza bermayapti. Oddiy telefon bo'lib qoldi. 11 oy to'lashingiz kerak. 6-7 oyga kelib siz charchaysiz, emotsional charchaysiz. Aytasizki, men oyligimdan orttirib nimadirni yemayapman, nimadirlar qilyapman deb mana shu telefonga to'layapman. O'zi nimaga to'layapman deysizda, bilmagan holatda o'zingizga rahmingiz keladi. Va rahmingizni siz nima bilan yopasiz? Yana boshqa kredit bilan. Aytasizki, mazza bermadi-ku. Boshqa narsa olish. Qanaqadir ham emotsional всплеск, ya'ni emotsiya olish xohlaysiz, adrenalin olish xohlaysiz va yana nimadirni kreditga olasiz. Chunki pulingiz yo'q olishga, yig'ilmagan. Shunaqa qilib, shuning uchun men aytamanki, birinchi kredit olish bu o'sha yamaga kirish. Chunki chiqishga harakat qilaverasiz, poyezdda ayab ko'proq kirib ketaverasiz. Shunday qolasizki, atrofdagi hamma narsalaringiz kreditga olingan bo'lib qoladi. Mashinada ham xuddi shunaqa. Mashina olasiz, deylik, Nexia oldingiz, mazasi 1 oy. Undan keyin oddiy bo'lib qoladi. Uni gaz berishingiz, mazza qilib haydashingiz oddiy bo'lib qoladi. Keyin boshqa mashina olgingiz keladi. Malibu deylik. Malibuni olganingizdan keyin Malibu ham 1 oydan keyin xuddi mana Nexiaga o'xshab qoladi siz uchun. Mazza bermaydi. Shu bilan nima oxir-oqibat rosa pulingiz ketyapti, lekin hali ham shu 4 ta g'ildirak, hali ham sizni A tochkadan B tochkagacha olib boryapti. Hech narsa o'zgarmaydi. Faqat nima o'zgaradi? O'zingizga bo'lgan otsenka, baho o'zgaradi. Endi men Malibu haydaydigan odam, o'ylaysizki, atrofdagilar uchun ham sizni hurmatingiz oshdi. Mana bu eng katta qopqonda nasamizda. Nega yaponlar sizdan ko'p oylik olishadi? Nega o'sha Yaponiyaga borganlar bo'ladi? Oddiy mashinalar.
shu turbochi kichkina mashinalari chunki Adan Bgacha yetkazib bersa bo'ldi mashina. To'g'ri, ozgina komfort bo'lsa yaxshiroq, lekin komfortda urovellari bor. Undan uzog'i komfort emas, undan uzog'i status beriladi. Men bu bilan Gelik olmaylar yoki Malibu olmaylar demayman, chunki o'ziga yarasha odamlar buni oladi. Siz hali bunga loyiq emasmisiz, olmay turing demoqchiman. Tanishlarimiz ham o'zimiz ham mashina olamiz qachonki qoida bor. Agar 20 dan biriga to'g'ri kelsa. Demak, sizda agar 20 million mashina olmoqchi bo'lsangiz, 20 ga ko'paytirasiz. Shuncha pulingiz bo'lsa, siz 20 million mashina ola olasiz. Bu sizga hech narsa emas. Shuning uchun ham boylar qimmat mashina oladi. Nega? Ularga bu mashina ketgan pul ko'rinmaydi. Biz esa mana shu odam oldi-ku, nima men ola olmayman deb shuni olishga harakat qilamiz. Oxir-oqibat bu bizning 20 dan birimiz emas, balki 20 barobar ko'proq bizning oyligimizdan. Va shuni to'lashga harakat qilamiz. Oxir-oqibat shu botqoqqa kirib ketaveramiz. Tushunamiz, nega biz baxtli emasmiz? Nega siz baxtli emassiz? Chunki siz kreditga, nasiyaga kirib ketyapsiz. Bu xotirjamlikni olib qo'yish. Ya'ni siz ertaga ishingizdan bo'shatsangiz yoki biznesingiz to'xtab qolsa nima bo'ladi? Olgan kreditingizni yopa olmay qolasiz va bank yoki sizga kreditga bergan shaxs buni olib qo'yish huquqiga ega. Shundan qo'rqasiz va siz xotirjam bo'lmaysiz. Endi mayli, ular katta narsalar. Pul yig'ish uchun avvalambor biz kichkina xarajatlarni ham kontrol qilishimiz kerak bo'ladi. Men eng pul yig'ishda hozir bitta aytaman, hali tushunga yetmadim. Lifehack Yaponiyada o'rganib kelganman. Nimadir oldingiz, sizga zdachi berdi. Deylik 20 million narsa 19 ming bo'ldi, sizga minusni zdachi berdi. O'sha minnichi olib qo'ying, ishlatmang. Seyfga qilib qo'ying o'zingizga. Zdachilar uchun 500 zdachi bo'ladi, bir xil 5000 bo'ladi zdachi. Tekis summadan zdachi bersa, sizga o'shani olib qo'yavering. Kopilkaga solib qo'yavering. Tasavvur qiling, qancha ko'p bo'lib ketadi. Bu rostdan ham yig'iladigan pullar. Yokida pul maydalaysiz, dollar maydalaysiz-ku. Dollar maydalaganingizda 100 ming tarif beradi sizga. Eng katta kupyurasi. Agar 200 ming tarif bersa, eng kattasi 200 ming bo'ladimi? Bittasini olib qo'ying. Shunaqa odat qilib qo'ying, juda zo'r bo'ladi. Sizga 1 million 300 kelmaydi. 1 million 100 ishlatasiz, 200 ni kopilkaga solib qo'ying. Bu ham oxir-oqibat juda ham katta summaga olib keladi. Demak, emotsional xaridlarga berilmaslik. Bu yerda muhimi biz emotsional xaridlarni bilib olishimiz kerak. Qachon bizga kerak? Ehtiyojimiz tufayli. Qachon biz rostdan ham tuyg'ularimiz, ya'ni hissiyotlarimizga berilib qolamiz. Shu ikki farqini bilib olsangiz, siz qanday bilasiz? Ehtiyoj. Ehtiyoj aniqlash uchun agar kiyim bo'lsa, unda siz ketishga harakat. Ko'rdingiz shu narsani, shu narxni ko'rdingiz. Chegirmada ham deb ko'rdingiz, mayli. Chiqishga harakat qiling shu magazindan. Chiqqaningizdan keyin ko'rinadi. Shuni ham olmoqchiman deysiz. O'zim ham bir kun deyman. Mayli, endi siz 1-2 soat deylik. O'zi bir kun deyman. Uyga ketib, keyin hayolingizda bo'lsa olish kerak. Lekin mayli vaqtingizni tejagan holda siz chiqib ketmasdan oldin 2 soat aylandingiz va hayolingizda shu narsa bor. Demak, u sizga rostdan ham kerak. Nosiz bo'ladi. Pul ishlatish bor va pul sarflash bor. Mana shu yerda qarang, agar shu ikkalasi farqini bilib olsangiz, juda ham katta foyda ko'rasiz. Pul ishlatish deganda ishlamoq so'zdan olib chiqib, ya'ni pulni siz ishlatyapsiz. Ya'ni pul qaysidir yo'nalishga sarflayapsizki, u siz uchun ishlayapti va sizga oxir-oqibat ishlab beryapti, ya'ni pul. Pulni sarflash esa sizga qaytib kelmaydigan yo'lga ishlatyapsiz. Buni o'sha qanaqadir yo'lga ishlatdingiz, u kiyim yoki nimadir oldingiz, bu sizga aylanib qaytib kelmaydi. Demak, endi keyinlar pulni ishlataylik, to'g'ri joyga ishlataylikki, u bizga olib kelsin pul. Pulni sarflamaylik. Chunki pulni tejashning asosiy qoidasi emotsional xarajatlarga berilmaslik, ulardan shu berilmagan oqibatda yig'ilgan pulni to'g'ri joyga investitsiya qilish. Shundagina biz o'sha boylik formulasiga kelamiz. Hozir men sizga boylik va kambag'allik formulalarni beraman, juda ham muhim. Kambag'allik formulalari 3 ta. Birinchisi daromad. Daromadingiz bor, qanaqadir oylik yoki biznesingizdan. Minus chiqim, demak rasxodlaringiz bor. Ko'chada ovqatlanasiz yoki uyda ovqatlanasiz, kommunal xizmatlar to'laysiz, chiqimlar. Oxir-oqibat 0. Demak, daromadingiz 5 million, chiqimingiz 5 million va oy oxirida 0. Mana bu formula bilan siz hech qachon boy bo'la olmaysiz. Necha yil yashasangiz ham, umringizda 20 yil bitta narsa bilan shug'ullanyapsiz, oylik yaxshi ko'tarilyapti, darajangiz ham, statusingiz ham ko'tarilyapti, lekin pul yo'q, yig'ilmayapti. Bu chunki siz kambag'allik formulasi bo'yicha yashayapsiz. Oxir-oqibat oy oxirida 0 bo'lsa, bu kambag'allik formulasi. Ikkinchi formulasi daromad, xuddi shunaqa 5 million deylik, minus chiqim 6 million, teng qarz. Tasavvur qiling, 5 million oylik olasiz. Oy oxirida sizga pul yetmayapti, o'rtog'ingizdan aytib, "Men million berib tur, keyingi oydan qaytarib beraman" deysiz. Mana shuni siz o'ylamang, siz keyingi oylikdan olasiz. Siz daromad minus chiqim teng qarzga kirib qolasiz. Chunki oy oxirida shunaqa fikrlasangiz, to'g'ri fikrlaysiz. Moliyaviy sotixon bo'lasiz. Oy oxirida qanaqa yopaman? Minus yopamanmi yoki 0 yopaman?
ikkalasi ham baribir kambag'allik formulasi. Faqat bunisi yomonroq. Keyingi oyliklar demak sizda уже minus bo'ladi boshidan. Va uchinchisi, u ham kambag'allik formulasi. Bu yerda daromad minus chiqim teng yig'ilgan summa bo'ladi delta. Misol uchun 5 million daromadingiz bor, 4 million sarflayapsiz, 1 million qoladi oy oxirida. Zo'rmi? Zo'r. Rostdan ham bu yaxshi. Nega bu kambag'allik formulasi? Chunki mana shu yig'ilayotgan millionni nimadir uchun yig'adi, telefon olish uchun yoki yana qanaqadir narsa uchun va oxir-oqibat sarflab oladi. Bu ham uzoq muddat bo'lsa ham ozgina, lekin baribir kambag'allik formulasi. Boy bo'lish uchun muhimi kapital yaratish. Sir bo'lsa ham aytaman bu narsani. O'rta fikrlaydiganlar, kambag'alcha fikrlaydiganlar va boylarning farqi nimada? Mana bu ikkalasi ham narsa olish, ya'ni mablag' bu narsa olish deb ko'rishadi. Boylar esa kapital, mablag' bu kapital deb ko'rishadi. Va qancha kapitalni ko'paytirsa, bu ularga shunchalik erkinlik beradi. Men hayotimda orzu qilardim mashina olish demaydi. Qancha muddatda men millionga chiqaman? Qancha muddatda men milliardga chiqaman? Mana bunaqa maqsadlari bor. Narsa olish ikkinchi, uchinchi darajada, ya'ni shu chiqib bo'lgandan keyin o'z-o'zidan keladi narsalar. Va shu bilan biz boylik formulasiga kelamiz. Boylik formulasida daromad bor 5 million, chiqim bor 4 million, ani delta bor 1 million yig'ilgan. O'sha deltani 1 millionlikni ko'paytiruv nima qilamiz? Investitsiya qilamiz. Ya'ni ko'paytiruv foiz. Nimagadir biz investitsiya qilamiz, bu yerdan bizga daromad keladi. Millionimizni qayergadir investitsiya qilamiz. Sizning millioningiz agar 100 ming dollar deb qaraydigan bo'lsangiz, uy oling, xohlang kichkina qanaqadir investitsiya qiling va hozirgi asosiy xalqimiz ehtiyojidan kelib chiqishi mumkin. Eng zo'r investitsiya bu fond bozoriga investitsiya. Chunki ozgina pul bilan kirsa bo'ladi. 10 dollarga ham aksiyalar bor, zo'r aksiyalar bor. 10 dollar turadi. Sizda 100 ming yo'qmi? 130 ming bor. Lekin siz shu yo'lni bilmaysiz. Agar siz shu yo'lni bilib, shu aksiyani sotib olsangiz, bu 10 dollarlik aksiya keyin 15 dollar bo'ladi, keyin 20 dollar bo'ladi, o'sib boradi va sizning pulingiz ko'payadi. Bundan tashqari ular dividendlar ham beradi. Aksiya sotmaysiz, lekin har oy siz ulardan qanaqadir foyda olasiz. Faqat shu yo'lni bilib olsangiz, ani yig'ilayotgan deltadan investitsiya qilib olasiz va kapitalingiz ko'payadi. Asosiy shart mana bu narsani ishlatib yubormaslik. Mana bu chiqim shundoq ham ishlatasiz, pulni yeysiz, ichasiz. Mana bu pulga tengsiz. Mana bu pul o'sib boraveradi, intizomli harakat qilib borasiz. Sabr kerak, intizom kerak, lekin bu o'sib boradi. Shundagina pulingiz ko'payadi va shu pul sizni oxir-oqibat moliyaviy erkinlikka yetaklaydi. Endi yana siz bilan nima gaplashmoqchiman? Merchandising haqida. Ya'ni qanday qilib marketing bizdan pul olishni biladi. Oddiy magazinga kiradigan bo'lsak, magazinda narsalar turibdi. Narsalarni ko'rsangiz, hamma biladi buni. Chaqaloqlar uchun yoki bolalar uchun pastroqda joylashgan, hamma shirinliklar, mягкие игрушкаlar hammasi ularning ko'zini urovinida. Siz ko'rmaysiz, ular ko'radi, yig'lab oladi, siz olib berasiz. Siz uchun esa qanaqa qopqonlar? Birinchisi, deylik siz non olishga kirdingiz. Ayolingiz aytdi, non oling dedi. Siz yoki eringiz ayolga qo'yotgan bo'lsa, nonga kirdingiz, non atilab oxiriga qo'yib qo'yadi. Har bitta o'ziga e'tibor bering. Har kichkina magazin bo'lsa ham oxirida turadi. Nongacha borishingiz kerak. Borganingizda shu tovarlarni ko'rishingiz kerak. Lekin ular ham shuni aqlli. Boshida siz tez borib olmasligingiz uchun boshida eng qiziqarli ko'zga tashlaydigan narsalar yoki katta chegirmalar yoki mягкие игрушкаlar qanaqadir ham sizni deb ozga to'xtab ko'rishga olib keladi. Mana shunga ahamiyat berdingizmi? Sizni qadamingiz sekinlashadi. Qadamingiz sekinlashgan sari siz boshqa narsalarga ahamiyat berish boshlaysiz. Nonga ketaman-ku deysiz, ozgina mazza qiling deysiz. Bu yerda chiroyli-ku. Muzika ham zo'r. Anaqa ham narxlar ham qarasangiz, chiroyli narxlar, chegirmalar yozib qo'ygan va siz qopqonga tushdingiz demak. Bunga ahamiyat bering. Ahamiyat berish boshlasangiz, juda ham qiziq bo'ladi. Endi bilamiz. Endi qayergadir kirsak, yozib olamiz, nima olmoqchi bo'lsak, non hammasi spiska bo'yicha va eng muhimi kimdir bilan kirmang. Ayolingizmi, farzandingizmi va hattoki kasbdoshingiz, birga ishlayotgan odam, do'stingiz bilan kirmang katta joylarga xarid qilishga. Bizda raqobat va bizani ko'rish degan narsa kuchli ichimizda bor bu narsa. Oddiy sariyog' qilayotgan bo'lsangiz, deylik uyingizda siz har doim oddiy sariyog' yeysiz. Lekin o'sha kuni o'rtog'ingiz bilan kirdingiz, siz aytasiz, to'xtatib, "Men bu sariyog' olsam uyat, men sal yaxshiroq ko'rishim kerak, men qimmatroq sariyog' oling." Chunki hozir kartinkam ko'radingiz. Mana bu narsa ham siz oxir-oqibat cho'mchagingizga uradi. Oddiy olma olmaysiz, qimmatroq olma olishni boshlaysiz. O'shaning uchun kirasizmi supermarketlarga? O'zingiz kirishga harakat qiling. Shunda siz haqqoniy o'zingiz nima xohlasangiz, o'zingizga nima ravo ko'rgan bo'lsangiz shuni olasiz. Tejamkorlikni bu kalitlarda har xil kalitlari bor. Shundan foydalanishga harakat qiling. Farzandingiz bilan kirmang. To'g'ri, agar siz ularga men bugun 200 mingim bor, shularga sarflamoqchiman desangiz kiring. Lekin planingizda yo'q bo'lsa, ularni o'zingiz bilan olmang. Asosiy aytmoqchi bo'lgan narsam, emotsional xaridlar sizning bor pulingizni yeb qo'yadi. Oxir-oqibat qashshoqlikni ushlab turadi har doim. Siz shu emotsiyani yana his qilmoqchi bo'lasiz. Yana ishlatasiz pulni
oxir oqibat har doim nima bo'ladi, yoki oyligingiz yo'q bo'ladi yoki qarzga kirib ketaverasiz. Kelinlar, bugundan boshlab shu videoni ko'rdingizmi? O'ysiz bir xuddi o'yinga tushib qolgandek his qiling. Oylik olasiz yoki biznesingizdan oy oxirida pul keladi. Mana shu pul meniki, atrofimdagilar hammasi enemy, dushman. Mendan pul olish niyatida. Korzinkalar, makrolar hammasi shunaqa marketing tizimi tuzilgan, boya aytib o'tganimdek, kirishingiz bilan sizni to'xtatib, sekinlashtirib qoldirish. Bu yerda qarindoshlaringiz, bu yerda davlat xizmatlari oxir oqibat hammasi sizdan pul olmoqchi. Va siz shu oy ichida ularni yutasizmi yoki ularga yutqizasizmi? Bir oy o'zingizni sinab ko'ring, shunaqa o'ynab ko'ring. Agar yutsangiz sizda pul yig'iladi, yutqizsangiz pulingiz nol bo'ladi. Ketdik.